Всем доброго dня. Qisqacha ma'lumot bizni obyektimizdan bu sotuv bo'limi bo'ladi. Samarqand shahar Qorasuvda. Tamam. Bizni hozirgi ishimiz mana bu yonib turgan svetilniklarni nima qilamiz, to'g'rilab chiqamiz. Ularni biz osmaganmiz, faqat podключение qilganmiz. Bizdan oldingi ustakalarimiz terishgan, podключение bo'lgan vaqti qanaqadir yaxshi qo'yisha olmaganmi, nimadir bo'lganda xullas. Tak. Hozir ko'rsataman. Mana shunday qarab turganda mana bu svetilnik bu taraf qarab turibdi. Keyingisi bunaqasiga turibdi, undan keyingisi to'g'ri turibdi-da. Shu joyini biz hozir to'g'rilab chiqishimiz kerak. Keyin bu ofisga bitta stabilizator qo'yish kerak. Stabilizator qo'yishimizda sababi qurilish nimasi bilan liniya bitta. Nagruzka tushgan vaqtda svarka, har xil nimalar ishlatilgan vaqtda nagruzka tushib, tok pastga endi ko'p o'ynagan sababli blok pitaniya ko'p qolyapti. Shuning hisobiga biz уже 3 dan 4 ta blokni almashtirdik. Hozircha yana bitta blok kuygan, uni ham to'g'rilasak, bitta stabilizatorcha qo'ysak, 15-10 kilovatlik, menimcha уже juda ham joyiga tushadi yetib borib. Xullas, bu kabinetda bor. Keyin mana bu yerda уборная tualet. Tualetimizda ham ikkita lyustra osganmiz. Bu joyda oshxonada ham bitta treковое освещение bor. Так. Bu yerda kabinet, bu tarafida ham hammaga ishlayapti. Keyin yana podsvetkalari bor. Mebellar orqasida. Elektrikani proyektini biz qilmaganmiz. Biz faqat shu oxirida finishida kelib turib, mayda chudalarni qo'yib ketganmiz. Ya'ni trekni podключить qilganmiz. Питание metall simlari kelgan, просто trekni o'zini podключить qilganmiz-da. Keyin mana bu joyga biz nima tortganmiz? Diodli lenta. Bugun bozor kuni, shunga ko'p odam endi svarshik ishlamayapti, nima bo'lyapti, xullas. Tok hozircha yaxshi 220 kelib turibdi. Endi hozir boshliq kelsa, prorab ishni boshlaymiz. Bir soat kutamiz, kelmasa ketamiz-da.